Bugun sizlar bilan trendga chiqqan trayfl shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 ta tuxum, 100 g shakar, 100 g un, kakao ham solamiz. 1 choy qoshiq qabartma, 50 g yog' va 4 qoshiq qaynagan suv kerak bo'ladi. Ishimizni tuxumni chaqib olishdan boshlaymiz. Shakarni ortiq qilib ko'pirtirib olamiz. Tuxum bilan shakarni ortiq ko'pirtirib oldik. Endi buni ustiga 50 g yog'imizni solamiz. 1 choy qoshiq qabartma. Unimizni solib, undan keyin 3 osh qoshiq kakao ham solamiz. Kakaoni har doim elakdan o'tkazib solishimiz shart. Men unlarni oldindan elab tayyorlab qo'ygan edim. Endi shunaqa sillamasi bo'lgandan keyin ustiga 3 osh qoshiq qaynoq suv quyamiz. Endi shunaqa massa bo'ladi. Endi maxsus idishlarimizga yoki oddiy listga solib qilsanglar ham bo'ladi. Buni 180-200 gradusda 15-20 minut pishirib olamiz. 180 gradusga 15 minutlarga qo'yib olamiz. Yana hamma o'g'ini duxovkasini o'zi bilib orientir olasizlar. Mana biskvitimiz pishib chiqdi. Tayyor sovigan pishib chiqqan biskvitimizni cho'pperga solib maydalab olamiz. Shunaqa maydalab olsanglar bo'ladi. Maydalab olganimizdan keyin idishlarga solib chiqamiz. Xohlagan idishlarga qilsanglar bo'ladi. Endi bunga oddiy kofe damlab oldim. Shakar ozgina solib kofe bilan propitka qilib chiqamiz. Xohlasanglar o'shog'ini qo'lingizda sal yirikroq qilib maydalasanglar ham bo'ladi. Endi ustidan bananlarimizni qo'yib chiqamiz. Xohishga ko'ra. Xohlasanglar qulupnay solsanglar yoki malinani o'zi bilan yoki snickers nachinkalar qilsanglar bo'ladi. Qaymog'iga 200 g sug'ushonka solib, aralashtirib morozivoga qo'yib olamiz. Menda уже muzladim, mana shunaqa aralashtirib qo'yganim. Endi buni quyilgunicha ko'pirtirib olamiz mikser qilib. Bo'lsa, ta'siriga normal hisoblanadi. Bundan o'tkazib olsanglar, kremiga yog'lik ketadi. Kremimizning oxirida shunaqa essensiyalar bor. Shokoladning essensiyasi boraman. Mazasini kremilarni o'zi zo'r beradi. Endi idishlarimizga solib chiqamiz. Tekisib chiqamiz. Endi trayflimizni ustiga shokoladni qo'yib olamiz. Sizlarga men eng oson yo'lini o'rgataman. Cho'ko krem olamiz.
idishga solib, ustidan 4 qoshiq yog' quyamiz. Va buni yaxshilab aralashtirib suyultirib olamiz. Yog' bilan shunaqa suyultirib olamiz. Shunaqa suyuqlikda bo'ladi. Va buni traflarimizni ustiga quyib olamiz. Aylantirib hamma yog'iga tekizib chiqamiz. Ustiga xohishga ko'ra qulupni yoki malinalar bilan yasab olsangiz bo'ladi. Mana traflarimiz ham tayyor bo'ldi. Bemalol buni pishirib biznes boshlasanglar ham bo'ladi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, qiziqsanglar, zakazlarga ham bemalol tayyorlab beramiz. Bizda nalichida ham traflarimiz har doim bo'ladi. Dastavkalar ham qilib beramiz. 10 tadan ko'p olganlarga dastavka tekin ichida qilib beramiz. Xohishga ko'ra kichkina idishlarga qilsa ham, donali qilsa ham bo'ladi. Bularni endi muzlatgichga qo'yib muzlatib olamiz. Kommentariyamizga yozinglar, keyingi safar nima shirinlik o'rganish xohlaysizlar.